Assalomu alaykum, hurmatli muhojirat yashayotgan Turkiyadagi barcha aziz vatandoshlar. Oldimizdagi 1-oktyabr kuni Xitoyning davlat bayrami kuni. Lekin biz Uyg'urlar uchun qonliq, qayg'uli motam kunidir. Chunki bu kun zolim Xitoy kommunist hokimiyatining vatanimiz Sharq Turkistonni besib olganligiga to'p-to'g'ri 70 yil to'lgan qonliq kundir. Mustabid Xitoy kommunist hokimiyati vatanimiz Sharq Turkistonni besib olgan bu qonliq 70 yildan beri xalqimizga izchil turda kamsitish, bostirish va qirg'in qilish siyosatini yurgizib keldi. Bo'libmi yaqindan buyon Xitoyning xalqimizga yurgizayotgan zulmi tarixda misli ko'rilmagan darajada chekidan oshib ketdi. Ona tilimiz va dinimiz cheklanib, milliy mavjudligimiz yo'qolish xavfiga duch keldi. Türmeler ve atalmış terbiyeleş lagerleri begunoh xalqimiz bilan liq to'ldi. Ota-onalar yürek parisi farzandlaridan. Bizdek bolalar jonijon ota-onalardan hayot turibli ayrilib, tirik yetim bo'lishga majbur bo'ldi. Aziz vatanimiz, chorasiz qolgan bechora baxtsiz xalqimiz zolim Xitoy kommunist hokimiyatining zulmi ostida ingrayotgan mushundaq og'ir musibatli kunlarda xalqimiz duchor bo'layotgan bu qadar og'ir zulmlarni tashqi dunyoga anglatish, Xitoy kommunist hokimiyatiga o'zimizning bir kishilik g'azab nafratimizni bildirish. Eng muhimi bizning har qanday qiyin ahvoldan bosh egmay bir saf bo'lib dushmanimizga qarshi tura oladiganlik maydonimizni bildirish bizdek ör dunyoda yashayotgan har bir Sharq Turkistonlik Uyg'urning bosh tortib bo'lmaydigan milliy, vijdoniy va iymoniy burchidir. Mushu munosabat bilan Uyg'ur TV Sharq Turkiston informatsion markazi İstanbul Sarıyer Xitoy konsuli oldida Sharq Turkiston tashkilotlar birligi tarafidan o'tkaziladigan namoyishga qatnashishga chaqiriq qiladi. Hürmet bilen Uyghur TV Sharq Turkiston informatsion markazi 1-oktyabr yani oldimizdagi seshanba kuni atigan soat 10da İstanbul Sarıyer'dagi Xitoy konsuli oldida ko'rishaydi. Ko'rishgacha omon bo'linglar, xayr xo'sh, Allohga omonat.